Bugun biz mush semizlik bilan psixikaninki zodi ne munosabat va mush to'g'risida bir izdan boqaylik. Men burun bir film ishlagan-ku, men mush yo'shirin andin payinlab o'riqlayman deb. Bu o'riqlash safarim davomlashyapti. Mush safarda izchil o'riqlash bo'lgan ko'z qarashim yengillayapti-chu. Endi mush dangliq psixolog Karl Jungninki nazariyasi bo'yicha o'riqlashga ta'sir qiladigan mandaq 5 xil nuqta bor ekan-chu. Buning birinchisi nima ekan desangiz, birinchisi nurg'unlaganlarimizningki ingimizda o'riqlayman degan bilan qalbimizdan o'riqligimiz yo'q ekan. Og'zi deb qo'ygan gap. Nima ish qilsangiz, bizningki hamda shu hozirgi badanimiz bizningki hozirgi turmush holatimizga, qiyinlashib ketgan, qetishib ketgan turmush odatimizga qattiq moslashib ketganlikkan-chu. Shuningcha bizningki o'riqlab yangi badan holatiga chiqishimiz, bizningki turmush odatimizningki o'zgarishidan hamda bizningki yangi odamga o'zgarishimizdan derak berayotganda. Boshqa odamga. Shunga nurg'unlagan odam bu yangi hayotga moslashishdan qo'rqib o'riqlamay turib. Shunga buning yoshirin engi, men u o'riqlab ketsam, nurg'un odamlar meni yaxshi ko'rib qo'g'lashib ketsa, men yaxshi ko'rishga arzimaydigan bir odam bu ishlarni qanday bir taraf qilaman? Besimiz qildi ekanda. Ya bo'lmasa, men semizlikni bahona qilib muhabbatlashamayapman. Semizlikni bahona qilib to'y qilinmayapman. Men semiz o'g'achqa meni xalq yaratmayapti deb semizlikni bahona qilib nurg'un ishlardan saqlanayotganman, mudofaa qilayotgan. Xalq nima ish qilsan to'y qilinmaysa, pul topolmaysa, baxtli bo'lolmaysa desa, men semiz o'g'ach qilamadim deb mush semizlikni bir qalqon qilib olgandim. Chiroq tushandagi bo'ldigan. Qalqonim yo'qolib ketibmi? Men shu ishlarni qilolmasam, shu ishlarga yuzlanmasam qanday qilaman deb ansirab, yangi hayotiga yuzlanmaslikdan ansirab, o'zininki azalda yashab kelgan hayoti garchi mushkul bo'lsa-mu, lekin bexatar his qilib shardan chiqib ketmay turibdi. Bo'lmaganda boshqalarga tushandagi bo'ldigan bani. Ikkinchi o'riqlashga ta'sir bo'ladigan nima ekan desangiz, qalbimizdagi muhabbatsizlik. Nurg'unlaganlarimizningki muhabbatsizlik tufaylidan qalbimizdagi ochiq hissiyotlarni bir taraf qilolmaganligimiz, yuzlanmaganligimiz tufaylidan to'xtamasdan tamoq yeb, to'xtamasdan shu kuchli damlik, kuchli g'idiqlig'ichi tamoqlarni, ichimliklarni ichib, o'zimizningki azoblanayotgan qalbimizga tasalli berish. Ya'ni muhabbatimizning kamligini tamoq orqali to'liqlayman deb sabr ketibmiz. Ayliqib puxadan chiqqandek yesam deydigan bir gap bor shu ekanda. Shunga loyojida bek dangliq bir gap bor-da. Qadrlikim shunga yavatqining u tamoq, u muhabbat emas deydi. Biz mushu tamoqni muhabbatning o'rni deb qalbimizdagi muhabbatsizlikni to'liqlamoqchi bo'lamiz-da. Üçüncü sebebi nima ekan desangiz, mush Karl Jungninki nazariyasi bo'yicha butun insonlarningki bir kollektiv yoshirin engi bo'ladi. Butun insoniyatga o'rtaq jiniga mujassamlanib ketgan bir ong bo'ladi. Biz insonlar hamda uzun yillik tadrijiy taraqqiyotda mush ocharchilik, shu qon qinimizga o'rnab ketgachga, ocharchilikdan yangi qutulgan bizdek avlodlarda mush tamoqni jon deb biladigan, bütün hayatının qadr qimmatini yeb ichishdan oladigan. Qarasangiz shunga da qarasangiz yeb ichish ajoyib taraqqiy qilgan. Yeb ichish turmushningki asosiy qilmaga aylanib ketgan. Qo'saqdan boshqa nimamiz yo'qdek. Qo'saq ajoyib cho'ng'ishib ketgan. Mushundaq bizningki genimizga yezilib ketgan ocharchilik kuchur sababdan to'xtamasdan mushu jiq yeb, yegandimi tez yeb, tez yegandimi xalqdan talishib yebchi. Mushundaq yoshirin ang programmasininki turtkisi tufaylidan biz bilib bilmay samirayotganimiz qarang. Lekin bizning mushni bilganligimizning o'zi bizningki mush ssenariyadan chiqishimizga qanday bo'ldi? Bir turtki bo'ldi. Asli men bunday ekanman deyalsak, bilsak mush aylanishdan chiqdalaymiz. To'rtinchi sabab nima ekan desangiz, bizning qattiq kishilik munosabatdagi obrazning ichiga kirib olganimiz. Obraz, ya'ni biz o'zimizni unutib, butun boshqalarningki nazirdagi shu o'zimizning obrazini saqlayman deb, butun hayotimizning qimmati boshqalarning nazirdagi menga bergan bahosini ko'tarmay saqlayman debchi. Meni manda deb qolmasin degan gap. Shuning bilan kirishib qoldik ekanmiz. Shularning nazarida biz semiz odam emasmi? Semiz odam bo'lsaqmi, mush munosabatni semiz odam degan bir ichki salohiyatdan mishaga ekan. Hozir siz endi o'riqlab ketsangiz, ma obraz chuvlib ketadi. Siz boshqalarningki, "Ey sen ajab o'riqlayapsan-ku.
muhabbetingdan azar yedingmi ya? Deb bezib ketdim ya. Ya bo'lmasa sening turmushingda bir ko'ngilsizlik bo'ldimi? Ya bo'lmasa sen hozir turmushingda baxtsiz bo'lmayapsan. 5 kun kelgan bo'lsa menga da'rimizda. Rajab turib lekin sen bu urqaydigan bo'lib qolibsan, nima bo'ldi deb xalqniki manda bizdan gumonlanishi, zanglik qilishi, bizni baxtsiz deb o'ylab qolishdan qo'rqib, burunqi semiz holatimizga kirib, shu semiz obrazimizni saqlab turyapmiz. Tushundingizmi? Andan Karl Jonnon degan 5-chi eng muhim sababi nima deysangiz? Endi mush adadin ziyod semizlik bizningki o'zimizni butunlay yemaganligimizningki badantik alomat ekanda. Karl Jon deydi bizningki badanimizdagi har bir alomat. Bu bizning ichki energiyamizniki tashkillashgan holat ekan-ku. Shunashqa biz nurg'un o'zimizningki parchalarini qabul qilmay, rad qilib, nomus qilib turgan vaqtimizda badanimiz o'zining mavjudligini isbotlash uchun yo'g'inab samirib ko'zimizga ko'rinib turib oldi ekan. Ko'zimizga tiqib turib oldi ekanda. Shunashqa endi mush Karl Jonning nazariyasi bo'yicha bizning umrimizda qiladigan eng muhim ishimiz nima desangiz, o'zimizni izlash. Shunashqa bizning badanimizda bo'layotgan har xil uchurlar, har xil kayfiyatlar, har xil kasallik, hattoki semizlik. Bu nima desangiz, bu bizning yoshirin engimizningki bir sirliq belgisi. Buni Karl Jon Fuchau deb olgan-ku. Xuddi mush 50 grammning tanlarga yozilgan har xil sirliq belgilardek. Mushu badanimizdagi mush alomatlarda bir sirliq shifr bor. Biz mushu shifrni elib yeshalgan vaqtimizda mushu alomat badanimizda yo'qaydi.